Endi sen yana nishonga urding. Agar buni Yildiz ko'rsa, tinch qo'ymaydi. Juda yoqimli yigit ekan. Endi biroz avval do'kondan bir erkak chiqdi, u kim edi? Kim edi? Ender, qo'ysangchi. Sen bunday narsani o'tkazib yubormaysan. Yildizni bir qaraya, lekin xafa bo'lmasin. Birinchi bo'lib men ko'rdim. Ender eshitmasin. Bu nimasi? Chunki Enderda hozir yolg'iz bo'lgani uchun qidiruv davri. Buni ustiga men ko'z qo'yganlarga u ham ko'z qo'yadi. Shunga bilmagan yaxshiroq. Yildiz bu haqda bilmasin. Nega? Shu kungacha kimni yoqtirsam, darhol Yildiz yugurib kelib, uni qo'limdan olib qo'yardi. Ender, Yildiz, sen meni kuzatyapsanmi? senga uqalovchi kelish kerak emasmidi, yolg'onchi? Buni qarang, kim meni yolg'onchi deyapti? Seni boshing og'riyotganda uxlamoqchi eding. Sen yolg'on gapirganingni sezganim uchun bu yerga keldim. Xudo haqqi qo'ysangchi Yildiz, bu qobiliyat senda qayerda? Nega menga aytmading? Sen ham menga aytmading-ku. Kimni yoqtirsam ko'zingni oylaytirasan, shundaymi? Seni yoqtirganlaring meni yoqtirsin, nima qilay? Bu holingni qara, qora libosdagi bevaga o'xshaysan. Lab bo'yog'ingni surtib, odamlarni qo'rqityapsan. Sen o'zingga bir qara. Uchrashuvni birinchi kunidayoq kelinlik libosini kiyibsan, darhol turmush qurish niyatidasan. Bu to'y libosi emas, bu shunday Agar